Wow degan joylariga 2013-08 объемda o'ta ham toza Matiz kelib qoldi-yu akalar. Motor, korobka, ходовойlarida umuman qilinadigan ishlar yo'q. Mashina to'g'ri gap zavoddan yangi chiqqandek-da. Любой odam havas qiladigan darajada-da. Ko'rib turibsizlar, mana bu svetlar, akvarium turibdi mashina. Orqa oldi o'ta ham toza holatda. Mashina ozgina matlaridagi zanglari bor ekan, kraska qilib qo'yishgan. Atak mashina toza. Ichki salonlarni ko'ramiz, elektropaket, gidravlika, sidinalari ham qaranglar. Trapchniy sidinada o'ziniki o'ta ham toza holatda turibdi. 195 ming probegda, korobka mexanika. Akalar pullariga keladigan bo'lsak, 330 ming so'mga chiqyapti. Egasini nomeri ekranda qoldiryapman yoki opsiyaniyada egasiga telefon qilib, kam ko'zini gaplashamiz. Mashina rostdan ham butun toza holatda. Uydagi aygen paketdagi plyuzni olasizda, vaziyat olinglar. Rahmat.